Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimiz, Instagram do'stlar, Facebook do'stlar, omonmisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana kunduzgi xizmatimizni o'tkazib, xudo xohlasa shahrimizning chiroyli joyida joylashgan Iffat tantanalar saroyiga keldik. Kelin-kuyovimiz kutyapmiz. Xudo xohlasa bugungi to'yimiz yanada fayzli chiroyli bo'ladi degan niyatdaman. To'yxona shunaqangi chiroyli shinam qilingan ekan. Mana chiroyli dasturxonlar, chiroyli dekoratsiya, kelin-kuyov markazi mana chiroyli qilingan ekan. Xudo xohlasa bugungi to'yimiz juda ham fayzli bo'ladi degan niyatdaman. San'atkorlarning joyi, ya'ni sahnamiz bizani xudo xohlasa. Har bir o'zbek ham xonadonda yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin. Biz san'atkorlar chin dildan xizmat qilishdan hech qachon charchamaylik. Kuzatishda davom etinglar. Barcha yangiliklarni istoriyaga, lentalarga joylashtirib boramiz. Sog', omon bo'linglar. Xudo xohlasa Iffatdamiz bugun to'yimiz zo'r bo'ladi. Omon bo'linglar.